O'zbekistonlik sobiq o'ta og'ir vazn bo'yicha jahon chempioni Ruslan Chagayev o'zbek xalqidan uzr so'radi. Buni hozir tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Bir vaqtlar u Nikolay Valuyev degan rossiyalik bokschi bilan ringga ko'tarilib, uning kamarini tortib olgan edi. O'sha Valuyev o'sha zarbadan keyinmi bilmayman, Rossiyada siyosatga aralashib deputat bo'lgan edi. O'sha deputat yaqinda O'rta Osiyo yoki Markaziy Osiyo davlatlarining suverenitetiga tahdid qildi. Ya'ni u nima dedi? Ustozim Dugin to'g'ri aytgan. Biz shu vaqtgacha Markaziy Osiyo davlatlariga konfet yoki shirinlik bergan edik. Ularga biz yo'g'on tayog'imizni, qahrli qamchimizni ko'rsatmagandik degan fikrni ilgari surdi. Mana shu fikrga munosabat bildirib Ruslan Chagayev o'sha vaqtda bizni zarbamizdan ozgina tomi ketib qolgan shekilli shu gaplarni gapiribdi. Buning uchun uzr so'rayman. Agar yana bir marta jang uyushtirsak, u bilan Valuyev bilan mana shu xatoyimni to'g'rilab qo'yishga tayyorman deb aytdi.